Assalomu alaykum do'stlar, Shaxmat onam kanaliga xush kelibsiz. Bugungi videorolikimda sizlarga ajoyib bir navbatdagi tuzoqni ko'rsatib o'tmoqchiman. Bu tuzoq skandinavskiy himoyada siz oqlar tarafidan o'ynaymiz va sizlarga hozir ajoyib bir tuzoqni ko'rsatib o'tishdan davom etaman. Demak, birinchi yurishni oqlar E4 bilan boshlashadi, qoralar D5 bilan javob berdi. Bu qoralarning Skandinaviya himoyasi bo'ladi. Oqlar 7 bilan piyodani uradi va fers D5 dagi piyodani urmoqda. Biz otimiz bilan hujum qilamiz. Bu oqlar uchun eng kuchli yurishdan hisoblanadi. Bu hozirgi holatda Skandinaviya himoyasida biz temp bilan otimizni olib chiqamiz va fersga hujum qilib, ya'niki oqlar bu yoqda bir tempni yo'qotib, biz уже fersni olib ikkinchi yurishida biz ikkinchi figuramizni olib chiqishimiz mumkin va ancha rivojlanishda oldinga o'tib ketishimiz mumkin bo'ladi. Demak, qoralarda bu yerda bir necha variantlar bor. O'z fersni olib qochish uchun, misol uchun eng eski yurishlardan bu bittasi bu o'z fersini D8 ga olib o'tish yoki bo'lmasa hozirgi zamonaviy yurish bu A5 ga olib qochish ham mumkin bo'ladi. Va hozir yana o'z mashhurligini yig'ayotgan yurish bu D6 ga yurish hisoblanadi. O'sha hammamiz taniydigan hozirgi jahon chempioni Magnus Carlsen ham mana shu yurishni ko'p takrorlamoqda, chunki e'tibor bergan bo'lsangiz, streamlarda ham o'zini onlayn streamlarda mana shu yurishni ko'p qo'llaydi. Demak, tomosha qilamiz. Bizning partiyamizda o'sha eski yurishlardan bittasi D8 ga o'z fersini olib qochmoqda va oqlar o'z otini F3 ga olib chiqadi va qoralar ham o'sha ishni qilmoqda. O'z otini C6 ga olib chiqdi va oqlar yana bir aniq yurish bu o'z piyodasini D4 ga olib chiqish bo'ladi. Sentrni egallashga harakat qilmoqda oqlar va qoralar javoban hujumga o'tishmoqda. O'z filini J4 ga olib chiqib otni bog'lamoqda va juda ham yoqimsiz svязка hisoblanadi bu. Demak, hozir mana bu vaziyatda piyodani yurishga eng to'g'ri yurish hisoblanadi. Sababi piyodani olmaydigan bo'lsak, hozir mana bu fil bilan olgandan keyin mana bu peshkamiz D4 dagi piyodamiz himoyasiz qoladi va to'g'ri biz ferzimiz bilan urmasligimiz mumkin. Lekin agar ferzimiz bilan urmaydigan piyodamiz bilan uradigan bo'lsak, bizni mana bu piyodali strukturamiz holati buziladi va kalta rokirovkaga o'tganda bizni mana bu slabost, ya'ni o'sha nozik tarafi bo'lib qolishi mumkin va prosta qoralar mana bu vaziyatda fers bilan uradigan bo'lsak, piyodani yutib oladi. Xullas, davom etamiz. O'shaning uchun oqlar D5 ga piyodani yurishmoqda va keyingi yurish bilan qoralar E5 ga o'z otini olib chiqib, otga bizning otimizga ikki marta o'z oti bilan va fil bilan hujum qilib davleniyani kuchaytirishmoqda. Lekin qoralar uchun bu aniq yurish hisoblanmaydi, lekin bir qarashda bu yurish to'g'riga o'xshab ko'rinadi, lekin aslida unaqa emas. Qoralar uchun eng yaxshi yurish bu yoqda albatta fil bilan otni olish hisoblanadi va javoban olish fers bilan F3 dagi filni olgandan keyin va temp bilan hujum qilish hisoblanadi. E'tibor bering, hozir ot hujum qilmoqda fersga va biz temp yo'qotishga majbur bo'lmoqda. O'z fersimizdan D3 ga olib qochgandan keyin qoralar E5 bilan piyodasi bilan otini himoya qilishadi va javoban proxoddagi olish bo'lgandan keyin piyodani D ga va biz o'z otimiz bilan orqaga E6 dagi piyodani urib, mana bunday holat yuzaga keltirish mumkin bo'lar edi qoralarda va taxminiy ferslarni almashgandan keyin va partiyada albatta oqlarning ozgincha ustunligi bor, lekin partiyani bemalol davom ettirsa bo'lar edi. Lekin bizning partiyamizda qoralar E5 ga yurib, bizning otimizga hujum qilishga F3 dagi otimizga hujum qilishga qaror qildi va mana bu vaziyatda bizning tuzog'imiz ishga tushadigan bo'ldi. Demak, tomosha qiling. Biz shunchaki otni uramiz, E5 dagi vrodi va ferzimizni bergandek bo'lamiz, lekin aslida esa unaqa emas. Chunki qoralar albatta bu yoqda xursandchilik bilan bizni D1 dagi ferzimizni olishi mumkin.
olganidan so'ng biz o'z filimizni B5 ga olib chiqib shoh e'lon qilamiz va yagona C6 himoyasidan keyin biz DC bilan piyodani uramiz va qoralar mana bu vaziyatda hozir o'z filini almashtirishga harakat qilmoqda. E'tibor bering, chunki hozir biz filni chiqishiga qaramasdan o'z piyodamiz bilan B7 dagi piyodani uradigan bo'lsak, filimiz shoh e'lon qiladi qora shohga va shunchaki qoralar bizni filimizni almashtirish imkoniyatiga ega bo'ladi va pozitsiyani o'z holatiga keltirib, ya'ni o'sha bosimni tushirib, ortiqcha materialni ustunligini yuzaga keltirib g'alabani ilib ketishga harakat qilishadi. Lekin biz o'z shohimiz bilan darhol mana bu filni yo'q qilamiz E2 dagi va keyingi yurish va yana o'sha filmimizga hujum qilishi. O'z piyodasini A6 ga yurib, biz shunchaki piyodamizni C7 ga yurib yashirin shohni e'lon qilamiz. Ko'rib turganingizdek, hozir fersga bir vaziyatni o'zida hujum qildik va shoh e'lon qilmoqdamiz. Albatta piyoda bilan B5 dagi filni urishadi qoralar. Biz ham ferzni uramiz albatta D8 dagi va o'zimizni ferzimizni qo'yamiz, lekin bizning ferzimiz darhol qoralar D8 bilan o'z ruhini yurib ferzimizni olishadi va keyingi yurish bilan biz B5 ga yurib otimizni endi mod holatini yuzaga keltiramiz. E'tibor bering, hozir albatta qoralar bu yoqda moddan himoyalanishi mumkin. Yagona yurish bu C8 ga yurish bo'ladi. Moddan himoyalanish, ya'ni otni mana bu polyani yurishga yo'l qo'ymaslik, chunki otimiz C7 ga yursa mod holati yuzaga keladi, chunki mana bu D7 polyasini bizning otimiz himoya qilmoqda. Mana bu joylarda esa hozir shohga hech qanday ya'ni polya dostupni emas. Shuning uchun yagona yurish bu albatta C8 ga o'z ruhini yurish hisoblanadi. Bizda hozir oqlarda figura, ya'ni ot va piyoda ortiqcha hisoblanadi. Ko'rdingiz mana va absolyutni yutadigan pozitsiya. Bemalol oqlar bu yoqda 99% g'alabaga erishdi desak, menimcha noto'g'ri bo'lmaydi. Faqat bir necha yana bir aniq yurishlar va qoralar bemalol hozirgi vaziyatni o'zida qoralar uchun mag'lubiyatni tan olsa ham to'g'ri bo'ladi. Demak, yana nima deyishim mumkin? Ko'rdingiz, hozir bitta ferzimizni berdik, lekin albatta qoralar xursand bo'lib bu ferzimizni olishadi, lekin bu vaziyatda biz albatta o'zimizni ideyalarimizni rivojga chiqarib, o'z raqibimizni hayron qoldirib, g'alabani ilib ketishimiz mumkin bo'ladi. Agar videom yoqqan bo'lsa, albatta like bosing va kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Kelasi videolarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.